Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, bizlarning videolarimizni kuzatib boruvchilar. Bugun qilinayotgan ishlarimiz haqida kichkinagina video ma'lumot berib o'tib ketmoqchimiz. Videomiz yoqsa ko'rib, baho berib, like bosib, kanalimizga obuna bo'lasizlar. Mana hozir yomg'irlatib sug'orishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana shu hamma polimiz ichida Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Biagomus ishlash jarayonida. Kunlar isib ketdi. Endi bu yog'iga yog'ingarchilik bo'lmasa, har kuni shovqin suvlar sachish kerak. Mana suv sachilayotgan jarayonidan bitta video obzor. Hamma joyiga o'z me'yorida suv yetib keladi. Imkon qadar yaxshi ko'rinishga harakat qilamiz. Videoga yaxshi tushadimi bilmadim, lekin juda chiroyli manzara, zo'r ko'rinadi. Tomchilatib, yomg'irlatib sug'orish o'z nomi bilan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari bo'lgandan keyin yomg'irlatib sug'orsa ishlarimizga ko'rib baho berasizlar. Yomg'irlatib sug'orishda uzoqdan ko'rinish jarayoni. Mana bular ham xuddi shunday yomg'irlatib sug'orishga tayyorgarlik bo'lyapti. Maxsus sug'orish shilanglari mana bu yer reaktorlar ustiga yotqizilyapti. Krandan shilanga olib kelib, bunga ulab qo'yamiz. O'zi suv sachib yotaveradi me'yoriga yetib. Mana shu yomg'irlatib sug'orish shlangi. Diametri 40 lik. Bitta rulonda 200 metr bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, olib keltirib berishi bilan 350 ming so'm. Buni ham olib keltirib beramiz. Sachilishni o'zlaring ko'rdilaring. Mana bu elak, yana qaytarib o'tib ketaman. Mana shu elak, mana bu diametri 0.5. 0.5. Mana shu 0.5, asosiy haqiqiy 0.5 elak mana shu. Bundan o'tayotgan biagomus ham juda chiroyli, mayin bo'lib o'tadi. Bundan o'tgan biagomusni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Did bilan chiroyli qilib yasalgan. Taxtadan yasasak ham bo'ladi, og'ir bo'lib ketadi, qo'pol bo'lib qoladi. Profilda ixchamgina qilib chiroyli qilib yasaganmiz. Razmeri mana. Ko'pchilik chiqyapti 0.5 deb 0.8, 0.9 deb setkalar ko'rsatyapti. Haqiqiy temir setka mana shu. Mana bu setka 0.7 lik, 0.8 lik setka. Mana setkani 0.5 deyishyapti-da. Men bu setkada 2022-yil biagomus elab ko'rganman, katta o'tgan. Bu keyin eski setka, yangi setka qilib, mana 0.4 likka qilib tayyorlab qo'yganmiz bular. Endi eski setkalar turibdi chetda. 0.4 likdan o'tkazib beraveramiz asosida. Mana shu 0.4 razmerda o'tgan elakdan o'tgan biagomus sotuvga tayyor holatda, sifati a'lo darajada. Umuman musori yo'q. Tabiiy organik o'g'it biagomus 1800 so'm. Dastavka mutlaqo bepul. Manzil Uzun tumani, Yangi Ro'zg'or mahallasi, nomerlar 97 lik 244 4406. Hozir bu yoqda 1 tonnadan ziyodroq biagomusimiz tayyor holatda. Yana bitta bioreaktorimiz tayyor bo'lgan, uni ham shu elaymiz, xudo xolasa. Biagomus sof biagomus.
adashmaylar sifatga. Chuvalchanglarimiz 1 kvadrati 3 ta banan korobka 1 million so'm. Uni ham dastavkasi bepul. Yana aytib o'tib ketdim bugungi videomizda ham. Kim chuvalchang bizdan xarid qilsa, uni ishlab chiqargan, yetishtirgan biogomosini o'zimiz sotib olamiz. Ma'lumotlarini, chuvalchangni to biogomos yetishtirguncha jarayonigacha o'zimiz o'rgatamiz bepul. Mana endi kechagi videomizda ko'rsatib ketdik. Mana shu yerdagi joyda tayyorlab, bu yoqqa ham bioreaktor tayyorladik. Ichiga Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini tashladik. Nariga bioreaktorda suvlari me'yoriga yetdi. Endi mana bu bioreaktorga mana yomg'irlab sug'orishdan o'tkazdik. Bu ham endi mazza qilib 15-20 minut o'zini me'yorida suv hamma joyga to'liq yetib kelib, mazza qilib suv bilan to'yinadi. Sog' omon bo'linglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, undan keyin qilinayotgan ishlarni qo'yib borib ketaveramiz.